Tolalar sog'lom ovqatlanishning muhim qismi bo'lib, hazm qilish tizimini yaxshi ishlashiga yordam beradi. U tanamiz tomonidan parchalanmaydi. Shuning uchun ko'pchiligi hazm qilish tizimimizdan o'tadi. Umuman olganda bizga 25 kerak, kuniga 1 gram tolalar. Biroq kattalar uchun o'rtacha kunlik iste'mol 15 dan kam. Kuniga gram. Herbalife ot apple fibri kundalik ovqatlanishingizni to'g'ri miqdorda tolalar bilan to'ldirishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan. Unda 6 ta olmadan olingan tabiiy tolalar manbalari: suli, makkajo'xori, strus, skor va soya. Har bir porsiya ot apple fibri sizga 5 ta tolali gram va faqat 18 gramni o'z ichiga oladi. Har bir porsiya uchun kaloriya. Bu tolali iste'molni ortiqcha kaloriyalarsiz ko'paytirmoqchi bo'lganlar uchun juda mos. Ot apple fibri shakarsiz va sun'iy shirintiruvchilar yo'q. U mazali olma ta'miga ega va tayyorlash juda oson. Hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlash uchun 1 stakan suvga 1 qoshiq kukun qo'shing. Qo'shimcha ma'lumot uchun bugunoq Herbalife Nutrition a'zosi bilan bog'laning.